Ha aka, nima his qilib o'tiribsiz? Ukam, ko'rmaysanmi? Nimagadir o'ta PUBG o'ynashim zo'r, normalniy o'ynayman. Shu sharoitim yo'q, bitta stream qilgani bir ilova topolmayapman, приложение topolmayapman. U topgandan keyin boshqa streamerlarga o'xshab qanaqa qilib men haligi rasmlarni qayerdan topaman, hali ustiga chizib qo'yadi-yu, taglarga qanaqa qilib rasmlarni topaman men. Hayronman. Приложениeni topdim deylik, mayli nimadir qilib toparman uni. Rasmlarni qayerdan topaman men? Aka, shunga his qilib o'tiribsizmi? Shu ham muammomi? Yuring, men sizga o'rgataman. O'rgataman deysanmi ukam? Qanaqa qilib? Qanaqa qilib deysizmi, aka? Mana bunaqa. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Javohir Public. Bugungi videomizda sizlar bilan videoni boshida ko'rganinglardek, stream qilish va streamga preview yasash. O'shani sizlarga o'rgatib boraman. Mana shu necha minutli video bo'ladi, 10 minut bo'ladi, 15 minut video bo'ladi. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, обязательно preview nimaligini bilmaganlar uchun Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanalimizda ham har xil yangiliklar bo'lib turadi. Xudo xolasa. Bolalar, keyin agar videodagi narxni o'rgatganimdan keyin ham va ish ko'p ekan, to'da men nima qilib yasaguncha necha yil umrim o'tib ketadi deganlar uchun bizani shu preview yasash xizmatimiz bor. Bemalol mana shu raqamni xizmatga murojaat qilishingiz mumkin. Preview uzog'i 3 soat yoki 2 soatda tayyor bo'ladi. Hammaga omad, narxini kelishamiz. Mayli, cho'zimni qilaman. Atiga 5000 so'm. 5000 so'm qayerdan kilo qayerga ketadi bolalar? Hozir ko'chaga chiqsa 5000 so'mga bitta marojna ham bermayapti-ku. Ну, mayli bolalar. Addishi. Hammanglarni hurmat qilaman. Podpiskasiz qo'shishdan chiqmasa yangilar. Demak, bola, biz birinchi o'rinda Play Marketga kirib olamiz. Play Market App Store'da mavjud bu приложение. Play Marketga kirgandan keyin Pixar deb qidirib olamiz. Va ikkinchida chiqqan приложениeni yuklab olamiz. Hozir menda bu bor. Sizlar yuklab olaveringlar. Keyin bu programma ichidagi ba'zi narsalari pullik bo'ladi. Biz bo'lsa buni tekin versiyasini Telegram kanaliga tashlab qo'ydik. Telegram ссылка video описаниесida yoki kommentariyada bo'ladi. Pixarga kirib olamiz. Hop, kirganingizdan so'ng pastdagi plus tugmachasini bosamiz. Men tezda tushuntirib ketaman, chunki video cho'zilib ketsa, megabayt ko'payib ketib qoladi, xotiram to'lib qoladi. Bir ular. Xolos videoni tez-tez aytaman, sizlardan boshlanib qoldirmay, chunki tushuntiradigan hal narsalarimiz ko'p. Hop, bu yerdan o'zimizga rasmimizni tanlab olamiz. Rasm tanlagandan keyin bu yerdagi tools, ya'ni mana uni tanlaymiz. Birinchidan tanlab olamiz. Bu yerdan 16:9 tanlaymiz, tepada plusga bosamiz. To'g'ri, tez gapirayotgan bo'lishim mumkin, lekin bu sizlarning foydalariga. Sizlarning vaqtingizni tejaladi, ham meni ham vaqtimni tejaladi. Va paydaga mana pastdagi FX ta bosamiz. Bu yerdan blur bo'limiga o'tib, mana pastdan blur bo'limiga o'tib ikkinchi tanlaymiz. Wi-Fi yo'qmi? Wi-Fi yo'q bo'linglar. Chunki skachat qilgan narsalar bor ichida. Buni tanlagandan so'ng mana bu yerda rasm qo'shish bor. O'zi rasmlardan shu olsanglar bo'ladi. Bu yerdan hozirgisini ham tanlab olamiz. Chekkalarini tortib, to'g'rilab, kichkina razmeriga keltirib olamiz. Va buni mana chekkaroqqa surib qo'yamiz mana. Men hozir o'zimni preview yasayapman. O'zimga sizlar xohlagandek qilib yasa olishingiz mumkin. Va pastdagi mana bu stiker bo'limiga kirib, men pichkani yoqib qo'yib, bu yerdan stiker bo'limiga kirasizlar. Bu yerdan mana Live deganni bossanglar, Live deb yossanglar mana yerga har xil bunaqa narsalar chiqiladi. Stream degan narsalar. Mana buni qilib jamuchalik qo'yib qo'ysalar bo'ladi chekka-bekkalarga. Yana har xil narsalar bor. Bu yerga PUBG deb yossanglar, mana PUBG deb yossanglar, PUBG zo'r narsalar chiqiladi. Mana UC, Yashik, har xil personajlar, shoot-put ishda narsalar chiqib keladi. Bular bundoq qilib qo'ysanglar, streamga mana o'rtagami, chekkagami zo'r narsa bo'ladi.
Короче, keyin yana eng asosiylari kerakli narsalarni ibxona deb qidirasizlar. Mana bu narsa keladi keyin. Xullas, bu kerakli narsa. O'sha bilasizlar-ku, bu narsalar ko'p videolarda ishlatiladi. Hop, ko'p videolarda ishlatiladi. Uni qanday qilib telefonning ichiga joylash mumkin mana bu rasmni. Rasmni tanlab olamiz. Mana rasmni tanlab olamiz. Chekkalarni tortib, to'g'rilab, sekin bunday qilib telefonga joylashtiramiz. Hop, bunday qilib chekka cho'zamiz, tepaga chiqaramiz. Mana telefonga joylashdi. Lekin rasm chekkalar chiqib qoldi. Nima qilamiz? Shuni qoldiramizmi? Yo'q. Rasmni tanlab olamiz. Mana bu joydan tanlab olamiz rasmni. Hop, keyin mana bu yerda o'chirg'ich bor tepada. Shu o'chirg'ichda sekin-sekin chekkalarni o'chirib chiqamiz. Ehtiyot bo'linglar, ichiga kirib ketib qolmasin narsani. Telefonning ichiga kirib ketib qolmasin, o'chiradigan narsa o'chirg'ichinglar. Mana telefonning ichiga rasm tushdi. Xullas, bu yerga yana nima? Bom deb bossanglar, mana bunaqa portlash effektlar chiqib keladi xullas. Men mana uni tanlayman, bunisi chiroyli zo'r chiqqan. Buni tanlaymiz, tepada pitichkan bosamiz. Hamma narsani skachat qilganingdan keyin, qo'yganingdan keyin tepada pitichkan bosib qo'yinglar. Chunki pitichkani bosmasanglar, sal xatolik qilib qo'ysanglar o'chib ketib qolamiz. Men 3-4 marta o'chib ketib qoldi. Juda ham asabim chiqib, boshim og'rib, hali ham nervni asab bo'lib turibman. Bu yerda ham Pubuganon deb qidiramiz va bu yerdan men yoqtirgan X kostyum Faraon tanlab olamiz mana. Chekkasiga qo'ydinglar. Qanday zo'rmi? Endi bu yerga yozishinglar mumkin har xil mana. TDM go, TDM bosamiz mana. TDM bosamiz deb turib, tepalariga ham yozib qo'yishlar bo'ladi. Mana. Xullas shunaqa qilib har xil narsalar yozib qo'yishlar bo'ladi. Qolgan ilovaga kirganinglar keyin bilasizlar, men sizlarga asosiy narsalar o'rgatdim. Preview yasash uchun har xil mana shu yerdagi narsalardan foydalansanglar, mana smoke tutun degani, ya'ni har xil tutunlar bor mana. Bu narsa ham kerakli narsa. Har ehtimolga qarshi bilib qo'yinglar. Mana, zo'r narsa bo'ladi bu ham. Preview bosdik ya'ni. Xullas, mana shu yerga kirganingizda обязательно Wi-Fi da eng tez ishlaydigan tarmog'ida foydalanishlarini tavsiya beraman, chunki skachat qiladigan narsalar o'ta ko'p, даже tugamaydi ham deb o'ylayman. Har xil, o'ta ko'p. Faraongizga chektirib qo'yamiz. Qani. Doktor Faraon. Okey. Mana Faraon kesiga chektirib qo'ydik. Короче, mana shunaqa qilib yasab olasizlar. Endi bo'lsa stream programmalariga o'tamiz. Qani, go! Demak, stream programmalariga kelib oldik, xudo xolisa. Hop, birinchi o'rinda Play Marketga kirib qidirishga Mobizen Live deb qidiramiz. Ha, bu siz o'sha bilgan va men har doim stream qiladigan programma. Mobizen Live. Va bu reklama emas. Vallahi hozir men bu приложениeni o'rnatib sizlarga tushuntirib o'tirmayman, chunki men buni videosini allaqachon YouTube'ga qo'yib qo'yganman. Stream qilish deb bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin. Men hozir buni tashlab ketaman-da, boshqa narsaga o'tamiz. Bolalar keyin men oldin o'sha Mobizen Live'da stream qilardim. Hozir YouTube'da stream qilishni o'rganib olganman. Hozir sizlarga ham o'sha YouTube'da stream qilishni o'rgataman. Buni o'ylab qarasam, ko'pchilik hali YouTube'da stream qilishni bilmas ekan, shuning uchun o'rgatishga qaror qildim. Birinchi YouTube'ga kirib olamizda, pastga plusni bosib, jonli bo'limiga o'tib, ana qalamchani ustiga bosamiz. Keyin mana yerga preview qo'yamiz. Hozir yanchi ketib qoldimi? Hop, preview qo'yamiz. Hozir o'zimiz tayyorlagan previewni. Oldinroq tayyorlab qo'ydim. O'sha previewni qo'ydim. Mana. Hop, bu yerga esa streamer nomini nimadir qilib yozib tashlasizlar. Go stream deyapsizlar. Shunaqa yozib tashlasizlar. Hop, hammaga ochiq qilib qo'yamiz buni. Hammaga ochiq.
auditoriya tanlash. Buni birinchisi qo'ysanglar hech kim komment yoza olmaydi. Lekin pastagini qo'ysanglar komment yoza oladi. Har doim pastaga qo'yib qo'yinglar. Tepadangi qo'ymanglar hech qachon. Birga jonli efir kerak emas. Tavsif nima? Tavsif bu xohlagan narsalarni tagiga yozib qo'yishinglar mumkin. Telegram, Instagram kanal, silkadan qo'yib qo'yishinglar mumkin. Joylashuv kerak emas. Skrin bir bola o'shani ham yoqib qo'yinglar. Tagidagi o'yin nomini kiritishga PUBG Mobile kiritib qo'yinglar обязательно. U nima kerak? Nima kerak desanglar, u kimdir stream qilyapti, PUBG Mobile stream qilyapti. Siz masalan o'shalar qatoriga qo'shib qo'yadi sizni. Gaminglar, ya'ni o'yinlar qatoriga qo'shib qo'yadi. Sizga shuning uchun kerak. Uni обязательно kiritib qo'yish kerak. O'shanda streaming yana direktga chiqadi. YouTube'ga yana qaytib kirib, bir ikkita ko'rsatmagan narsalarim qolib ketibdi. Yana ustiga bosib kengroqqa rejalashtirish. Bu streamni oldindan rejalashtirish. 22-sana bugun. Xohlagan sanamizga qo'yib qo'yamiz 12 yo 12:30. Hop, keyin tayyorni bossak streamga kirib ketadi. Bizga hozir stream yoqish kerak emas. Demak, bugun sizlarga tayyorlab qo'ygan narsalarim shulardan iborat edi. Video yoqqanida like bosib qo'yishingizni unutmanglar. Bundan keyingi qiziqarli video qanaqa bo'lsin? Qanday challenge bajaralikmi? Yoki mana shunaqa приложение yoki yana birorta narsalar haqida bo'lsinmi? Shu haqida albatta kommentariy yozib qo'ying. Fikringiz men uchun juda ham qiziq. Men albatta o'sha narsani bajaraman. Sizlar bilan Javohir Pavligin bo'ldi.